Assalomu alaykum tug'anlar, amansizlarmi? Bugun chilo 29-iyul 2026-yil No'qataral mal bozori. Mavlana Addan muzaqirmaydi ichi. Kishini o'z esaybilingizdir. Sotib berishadilar bu. Mana shu navo qanchadan ekan bu? 50 so'm ekan. 50 so'mdan. Shunday narsalar olib ketdi hozir. Buyursa bu videomizda uşul cho'ng kishini sütdü emas, sağanular tartib chiqaramiz. Bizga qattalingizlar. Birden like'dan bosib qo'yingizlar, balchaytib. Videomizni boshladik. Bugun 29-iyul 2026-yil Aral mal bozorindamiz. Mal algan şu. Tipler жаңыланып қалыптыр. Бирок esi жокко. Туғандар, егер ким уста издеп жаткан болсо, Өзбекстандан чыккан усталар бар. 0-дан баштап 100% бүтүрүп беришет. Алай, Ноқат, Араван, өзгөн. Шалыңыздар номерин калтырабыз, өзүңүздөр байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Номерлерин жазып коелу экран бетинде. Mine ol жерде күчтүү бир баа болду, саан. Шеф, канча болду ага? 140. 146. Турпогу эркекпи же? Эркек экен, а? 146 миңге алыптыр. Турпогу эркек экен, жакшы. 146 миң. Qancha baa oldu aka? Benim. Qancha baa oldu? To'g'ri ochgan. Qancha baa oldu? Qancha? 38 ming. 43. 143 yarım baa oldu. Bir beyt atken. Men muna aldığıga kızıktım da, bırak bunun niyeti yok boldu. Torpaq urgaçı. Bugün yaş qanday ekan aka? Aytavering, özünü görmez aka. Bol özünde chiqmaysan. Qancha ekan puli? Pul qancha ekan? 160. Qo'y, bu o'zi yaxshi aytqisi kelib aytadi sana. Menda da surib ayla qo'yinchi. Bu kimden bo'ldi ekan? Bu urg'ach ekan. Nom bilmadingizlarmi? Sizlarmi shep? Torpaq urg'achi. Yosh qanday ekan uydim? Birinchi balasi. Sütün sağa başladınlar mı? Kaça çıkartken? 8 saat geç ha? Kaça akçası ki? 190 ming. Soda oldu, bugün süreçti bu. Kaça verip koydu ki? 167 ming bir tatken. Birinci balası ki. Hazır Oğuz'dan жақшы tarqayacak deydi. 8 litre sütü var deydi. Birinci balası жақшы. Birinci bak deydi. Bu yakın boğaz eken ha? Kança dedin akçasını? Sizlerden mi? Kança pul aka? 26'da berip aytам. 126'ga berip aytasiz. Жақындап қалып тұра берсе? Aha. 126 mingге berip aytadi. İnşallah to'yinab qolibdir. Jinaman to'y bo'lsin. Mağul kimden buldu? Gelini çoğunken. Nom bilmedingizler mi? Sizden mi şap? Torpaq urg'ach erkek.
Torpog'i. Urg'achi. Uydun. Yaş qanday ekan uydun? Ekish torpog'i. Ikkinchi bolasi. Onda az o'g'iz ekan-a sütü. Qancha puli? 200 ming. 200 ming. Ikkinchi bolasi. Torpog' urg'achi. Tug'ilganiga 2 kun bo'libdir. Sütü o'g'iz. 7-8 sütü berse kerak. Soda bo'ldi, hava qancha berib qo'yishdi? 97 ming berib o'taman. 87. Ha, 87 ming, 187 mingga bo'g'otgan. Berib aytadigan. Yaxshi. Sodangizlarni bersin. Torpog'i urg'achi erkak. Urg'achi. Qancha olgan sütü? Sütü 15 hozir. 15. Sağırgeç. 5 5 litr. Qancha pul aka? 220 oladi. 220 ming. Uydun yaşı qanday ekan? 4-chi bolasi, ha? Soda bo'ldi bugun qancha berib qo'ydi? 175 mingga berib aytasiz. Torpog' urg'achi 15 litr sütü var deydi. Qarangizlar. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Mana bu yerda dag'i bog'da torpog' urg'achi ekan, ha? Qancha berasiz? 119. Sütü qancha olgan aka? 7. Birinchi bolasi. Torpog' urg'achi ekan, ha? Ha, torpog'i urg'achi. Chang'achma. 119 bo'ldi. 119 ming. Yaxshi. Berakaningizlar bersin. To'qatanasmi? 119 ming oldi. Ha. Bir haftaga sinovda. Torpog' urg'achi erkak. Urg'achi. Berem. Qancha soda o'tir? 90 kam vardı o da. Ha, surashda ular. Ko'rib o'tadi. Zo'rtov. Tishin ko'rsataymi? Ko'ring, ko'ravering. Tishin. 190 ming. Mana siz yaxshilar. Urg'achi. Qaysi? Qashqa? Ha, o, narxi. Qancha? 140 berdim. 140. Bu qancha mana olmaydi? 180. Torpog' urg'achi. 10 ta suti var. 10 ta sütü var. Yaş qanday uydun? 4 tuğan. Yaxshi. Boshqa uyda bo'g'azatgan, o'sha yoqda. Bu ne bo'z ekan bilmadingmi? Qisqasi shu o'zi 300 qancha sotildi shu? 350 ming. Kim qoldi berdi, yaxshimi? 350 mingga sotildi. Sütü var mı ekan? Kimiki bo'ladi? 17 litr sütü var. Meniki sotdim ben. Ha, sizniki-mi? Ha, 17 To'yimcha işte. Sargeç jemini bersangiz 17 litr. Bunun yaş qanday keldi uydun? Yaşı 3-4 bo'ldi. Hozir 4 oydan o'tdi. 5 Bu paroda qanday bu? Mana. Ana çeyinini oluyor. Tishin Bunlar juvib, Yevropadan kelgan. tishin juvib yurayotgan-a? Ha, tozalab, zurnoy pastada. Bunlar Jaqinroq turing-da, jaqinroq turing-da, shu tortib qo'ying-chi. Hozir bu bo'z qisiri. 4 oydan o'tdi bu o'z. Ha, ichinde bo'z 4 oydan o'tdi. 350 mingga sotdingiz. Yaxshi, berakasin bersin. Hop, rahmat. Hozir ushul momentda 17 litr sütü bor deydi. Uloq, maşallah, chinda obdan cho'ng uy ekan. $200 ming dedi. Torpog' urg'achi erkak. Urg'achi. Yash qanday ekan uynaga? 5-chi bolasi. Soda bo'ldi bugun qancha berib qo'ydi?
200 lira işte. 200 bin. Жақсы содан алды. 200 bin сода болып тұр, беріп тұр. Kim? Туғандар біз мынау үшінші видеомызды жиынтықтайыз.